Assalomu alaykum ayjon. Alaykum assalom. O'g'lim, sizga savollarim bor, javob berasiz? Ha, albatta javob beraman. Robbiz kim? Robbim Alloh Payg'ambaringiz kim? va Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Kitobingiz nima? Kitobim Qur'oni Karim. Diningiz nima? Dinim Islom. Qiblangiz qayer? Qiblam Kabatulloh. Sizni kim yaratgan? Alloh taolo. Siz kimni yaxshi ko'rasiz? Alloh taoloni. Yana kimni yaxshi ko'rasiz? Muhammad sallallohu alayhi va sallamni. Yana kimni yaxshi ko'rasiz? Ota-onamni, Yana kimni yaxshi ko'rasiz? do'stlarimni. Do'stlaringiz kimlar? Ja'far yo'llar. Ular kimlar? Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali dedilar. Islomda nechta ustuni bor, bolam? 5 ta. Sanab bering. Iymon, namoz, ro'za, zakot, haj. Namozda nechta farz bor? 5 ta. Bomdod, peshin, ajr, shom, iftor. Birinchi payg'ambarimiz kim? Odam alayhissalom. Ka'bani qurgan payg'ambarlarimiz kim? Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom. Qizil daryoni ikkiga bo'lgan payg'ambarimiz kim? Iso alayhissalom. Chaqaloqligida gapirgan payg'ambarimiz Iso kim? alayhissalom. Kema yasagan payg'ambarimiz kim? Nuh alayhissalom. Kit yutib yuborgan payg'ambarimiz kim? Yunus alayhissalom. Quduqqa tashlangan payg'ambarimiz kim? Yusuf alayhissalom. Qushlar bilan, hayvonlar bilan gaplashgan payg'ambarimiz kim? Sulaymon alayhissalom. Qattiq kasal bo'lib qolgan payg'ambarimiz kim? Ayub alayhissalom. Makkadan Madinaga hijrat qilgan payg'ambarimiz kim? Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Olovga tashlangan payg'ambarimiz kim? Ibrohim alayhissalom. Oxirgi payg'ambarimiz kim? Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Yashang o'g'lim.